Gulira'no Qosimova masalasida shu narsaga e'tibor beryapmanki, bu yerda qanaqadir kalallar urushib ketayotganga o'xshaydi-da. Ya'ni Farg'ona viloyati prokuraturasi bilan Farg'ona viloyati ichki ishlar o'rtasida qanaqadir ziddiyat borga o'xshaydi. Nima uchun bunaqa deyapman? Yaqinda bir yosh yigit, huquqni ham hali yaxshi bilmaydi, yoshroq yigit prokuraturaga qarshi ko'rsatma beryapti. Men masalan o'zini tashabbusi bilan O'zbekistonda kimdir huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga turib birdan qarshi ko'rsatma beribdi degan narsaga ishonmayman. Uni kimdir olib chiqqan bo'ladi, yo kimdir majburlagan bo'ladi, yo kimdir undagan. Xullas kalom, huquqni muhofaza qiluvchi idoraga o'zidan o'zi hech kim sakramaydi. Toki o'sha odamning orqasida boshqa bitta huquqni muhofaza qiluvchi idora vakili turib, sen mana shuni gapirasan demaganicha. Menimcha ham xuddi shunaqa holat bo'lyapti. U bolaga endi nima bo'lgan, nima qo'ygan xabarim yo'q, lekin chiqib prokuratura meni yozdirdi deyishi ham bir juda ham shubhali holat. Birdan voqealar mana shunaqa ketayotgan paytda, ayni Gulira'no Qosimovaga nisbatan jang ochilgan bir paytda prokuraturaga qarshi ko'rsatma berishi, menimcha bu bilmadim. Ichki ishlar tashabbusi bilan bo'lyapti degan taxmindaman. O'zi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o'rtasida bunaqa ziddiyatli vaziyatlar bo'lib turadi. Buni juda qoralayman. Mana o'zim ham sobiq xodim bo'lganman. Ayniqsa chegara bojxona postlarida bojxona xodimlari bilan chegarachilar o'rtasida bunaqa ziddiyatli holatlar ko'p bo'lar edi. Bilmadim, bitta davlatga, bitta vatanga, bitta tuzumga xizmat qiladi-da, otasini moli bormi bularni, kelisha olmaydimi, nima qiladi, ish qilib mana shunaqa ziddiyatli holatlar bo'lib turardi. Xuddiki bir-birini ketidan bir poyloqchilik qilib yuradi, ayg'oqchiga o'xshab. Endi nima deymiz? Yaxshisi birlashib, mushni bitta joyga urish kerak-da, afsuski unaqa bo'lak-bo'lak bo'lib, aravani hamma o'zini tarafiga tortishi, albatta bu ma'lum bir amaldorlar tashabbusi bilan bo'lyapti. Aynan buni siyosat shunaqa deb ayta olmaymiz. Bu kerak bo'lsa prezidentga aytib borsa, prezident mazasini qochirib qo'yadi-da mana shu ishlarni qilayotganlarni. Oldin ham masalan shunaqa holat bo'lgan, eslayman, MXX SMB deyilardi. O'sha MXX bilan Ichki ishlar vazirligi o'rtasida katta ziddiyat bo'lgan. Katta raqobat bo'lgan, ya'ni 2005-yilgacha Ichki ishlar vazirligini darajasi ancha xavfsizlikdan ham yuqori bo'lgan o'sha paytda. Zokirjon Almatov tizimni shunaqangi bir barqaror ushlab turib berganki, u inson xavfsizlikni ham kerak bo'lsa tishib o'tmagan. MXX deyilardi, Milliy xavfsizlik xizmatini, va 2005-yilda Andijon voqealaridan keyin Ichki ishlar vazirligini darajasi ancha tushib ketdi va tashabbusni Milliy xavfsizlik qo'liga oldi. Endi bunaqa paytda mana shunaqa mayda-mayda odamlar besababdan besabab qurbon bo'lib ketishi ham bor-da. Avvalosi Gulira'no Qosimovani qurbon bo'lishi menimcha soliqchi bilan ichki ishlar boshlig'ini o'rtasidagi ziddiyat bilan bog'liq va bu ziddiyatdan prokuratura unumli foydalanayotgan bo'lishi mumkin. Yana bir bor aytaman, bu ayni haqiqat deb aytmayapman, bo'lishi mumkin. Ya'ni bu meni nuqtai nazarimda. Endi siz qanday qaraysiz bilmadim. Men aynan sobiq xodim bo'lganligim uchun vaziyatga mana shunaqa baho berib o'rganib qo'yganman-da. Ikkita organ mana shunaqa ziddiyatga kirishgan paytida shunaqa ishlar bo'lib ketadi. Endi hamma organdagilar endi o'zicha menimcha hozir o'rtaga o'zini odamlarini tashlayapti, unisini chiqib gapirtiryapti, bunisini chiqib gapirtiryapti. Ichki ishlar ham kompromat bo'yicha kuchli tashkilot, lekin prokuratura vakolat nuqtai nazaridan juda kuchli tashkilot. Kerak bo'lsa, prokuratura vakolat nuqtai nazaridan davlat xavfsizlik xizmatidan-da yuqori vakolatlari bor. Lekin yana bir gap borki, kim ma'lumotga egadir har on, u dunyoga bo'lar hukmron deydi. Ya'ni ichki ishlar qo'lida juda katta ma'lumotlar bazasi, kompromatlar bor. Har kimga qarshi ishlatsa bo'ladi. Endi bilmadim. Bu jangda kim g'olib, kim mag'lub bo'ladi-yu, yutqazgan baribir vatan bo'ladi. Agar haqiqatda mana shu o'rtada ziddiyat ketayotgan bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi idoralar o'rtasida aytgan bo'lardimki, bu ziddiyatni kelishinglar, bartaraf qilinglar. Hammamiz bitta davlat, bitta vatan manfaati uchun xizmat qilyapmizmi? Bunaqa manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Endi bilmadim.
hozir balki bu bo'lmayotgandir. Aytyapman-ku, bu meni o'zimni shaxsiy qarashim. Ertaga sen aynan shunaqa da'vo bilan chiqding deb kelishmasin oldimga. Bu meni o'zimni shaxsiy qarashim, shunaqa bo'layotgan bo'lishi mumkin, balki bo'lmayotgan bo'lishi ham mumkin. Endi ba'zi bir eshak miyalar nima deb chiqyapti? Ha, sen Gulirano Qosimani yonini olding deb. Baraka topkurlar. Hech bir o'rinda Gulirano Qosimani yonini oldim yoki boshqa qildim degan joyim yo'q. Bir video qilib chiqqan edim, birovni bir yetarli hujjatsiz, asossiz ayblama degan ma'noda. Ya'ni endi bir taraf chiqyapti, ha u zinokor, u xiyonatkor, fahsh qildi deb chiqyapti-da, bir taraf yo'q qilmadi deyapti. Men aytayapman, mana shunaqa ikki vaziyat bo'lgan paytda hujjat yetarli bo'lmasa, qilmadi degan ma'qul. Masalan, aybsizlik prezumsiyasi degan narsa ham bor-da. Endi hozir bu yerda men zino qilgan bilan ham u qanaqadir qonun tarafdan aybli bo'lmaydi. Deylik, shariat nuqtai nazaridan aybli deb topilgan taqdirda ham shu zino ayb ish bo'ladigan bo'lsa ham, u hozircha aybsiz. Toki sud uni aybini bo'yniga qo'ymaguncha uni bu ishni qildi yoki qilmadi deb ayta olmaymiz. Shu uchun bir gunohga botmanglar, baraka topkurlar. Qo'limizda yetarli asos mavjud emas. U videoda faqatgina ularni yalang'och holatdagi videosi bor. Ikkalasini o'sha aloqasini videosi, roziligi bilan aloqa qilayotgani videosi yo'q. Ayolning o'zini aytishi bo'yicha aytayaptiki, meni urib kaltaklab majburlashgan deyishyapti-da. Endi agar bu uni gap to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, uni zinoda ayblagan, balo qilgan, battar qilgan, birinchidan qonun nuqtai nazaridan ham javobgarlikka tortiladi, ikkinchidan Allohning oldida ham hisob kitobi bo'ladi. Men shuni aytayapman. U gunohkor bo'lishi mumkin, u zino qilgan bo'lishi ham mumkin. Men unga hozircha o'tganim yo'q. Chunki yetarli asos mavjud emas. O'zi meni faoliyatim bilan tanish insonlar yaxshi biladi. Men zino, fahsh bunaqa kontentlar qilinishiga boshidan qarshi qilib kelyapman-da. Endi men kelib olib Gulirano bo'lib ham o'zim tanimaydigan odamni tarafini olishim nihoyatda bir aqldan bo'lmasda. Shuning uchun bir odamni fikriga baho berishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ringlar, uni tutgan yo'li qanaqa. Men masalan o'zim bunaqa narsalarga nihoyatda qarshiman va kerak bo'lsa kontentlarimizni oxirigacha olib boramizki, mana shunaqa fahsh ishlar, buzuq ishlar bo'lmasin deymiz. Lekin kimgadir nisbat berayotgan paytimizda tilimizni tiyishga harakat qilamiz. Agar u ish tasdiqlanmasa, biz birinchidan qonun oldida, ikkinchidan Alloh oldida javobgar bo'lishimizni ham hisobga olamiz-da. O'sha uchun maksimal tilimizni tiyaylik, qadrdonlarim. Demoqchi bo'lgan fikrlarim shu. Umumiy xulosamiz, agar huquqni muhofaza qiluvchi idoralarda qanaqadir jang ketayotgan bo'lsa, bas qilinglar, yig'ishtiringlar. O'rtaga kimlarnidir tiqib, bechoralar meni keldi uyimga, bu majburladi, unday deysan dedi, yana aytib chiqishyapti. Birovlarni sha'nini to'kishni bas qilinglar-da, bu o'yinlarni sekingina yopib qo'yish kerak. Bo'ldi. Bular ish bo'ldi, endi kimdir rasvo qilgan bo'lsa rasvo qilib bo'ldi. Endi sekingina buni yopib, bosti qilib yorish kerak, aybdorlarni jazolatish kerak. Shu uchun boshqalarga tavsiyam esa ikkinchisi xulosamiz, imkon qadar tilni tiyaylik. Salomat bo'ling.